Assalomu alaykum qadrli Chorra muxlislari, Chorra ishqibozlari. Bugun sizlarga ko'pchiligiga talablarga muvofiq juda ham ko'pchilik so'raganda, aka biron bir ishonchli bizga dorixona ayting, vitamin sotadigan, hozir molaga juda ham boyaki ommalashib ketadigan, har xil kasalliklarda davo bo'ladigan aka bir VTAPtagi ishonchli chiqaring degan uchun mana hozir biz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridagi bir ajoyib yangi ochilgan do'konda biz to'g'risi mollar juda ham ko'p. To'g'risi buni hammasini ko'rsatib o'tgan vaqt yetmaydi, lekin ayrimlarini ko'rsatib, qanaqa kasalliklarga davo bo'ladi va birin-ketin bizani bir ishonchli ukamiz borlar. Hozir ko'rsataman sizlarga videoga. Birin-ketin so'rab, bulardan maslahatlarni olamiz. Bularni tushuntirib o'tasizmi? G'ayratjon. Assalomu alaykum aziz podpisчиклар. Mana bu oqsil kasalligiga oyog'iga sepiladigan aslida spreyimiz. Bu mana kasallik vaqti tuyoqlarga jarohat yetkaziladi. O'shani jarohatini bitkazish uchun sepiladi. Sepiladi. Og'iz bo'shlig'iga, burun bo'shliqlariga sepiladigan sprey. Bular og'iz bo'shlig'iga? Ha, og'izga sepiladi, tiliga sepiladi. Aslida og'iz bo'sh ichki silliq muskullar jarohatidan og'izlarda yara aftalar hosil bo'ladi oqsilda. Mana shu uchalasi hozir. To'rtalasi mana bu.